Bo'ldi, hozir aytaman. Nima xossa? Bankdan kreditingiz bor ekan deb telefon qilishyapti. Men kreditim yo'q desam, kod jo'natishdi. O'shani aytsam, kreditim bor yo'qligini tekshirib berishadi. Telefonni qo'y. Hozirgi firibgari любой nomerdan chiqyapti. Qaytib qilsang, yo boshqa odam ko'taradi, yoki umuman mavjud emas nomer bo'ladi. Ishonasanmi, hozir kodni aytib plastikindek bor-yo pulni yechib olgan bo'ladi. Behruz aka, komanda bilan chiqishingiz zo'r daraja gaplashib qo'ydik. Narxi ham arzon ekan. Hozir $100 zaklab tashlab olmasak, boshqalarga beraveramiz. Esing joyidami? Hozirgi mashinachilar dachachilarni padidor qo'yishyapti-da. Hozir sen zaklab tashlab berasan, senga lokatsiya keladi, yoki dalani o'rtasiga yoki dachani o'ziga borsang, dachani egasini ham xabari bo'lmaydi. Aldanib qolma bunaqa narsalarga. Tushunmadim. Begonanikdan narsa tashashibdi. Qiziqdim bor, shuni ochib ko'ring. Shoshma, APK emasmi? APK format ekan. Kimdan kelishidan qat'iy nazar umuman ochmagan. Nimaga? Mashinachilar jo'natgan virus, sen bu silkaga kiradigan bo'lsang, seni hamma ma'lumotlaring ketadi-da, nomingga kredit olib yorishadi. O'zing ham bilmay qolasan. O'zbekiston Respublikasi kiber xavfsizligi ogohlantiradi. Yaqinda har xil APK yoki silkalardan, ayniqsa sizlarga begona raqamdan telefon qilib kod so'rasa, bunaqa narsalardan faqat ogoh bo'linglar. Keyin sizlarni nomingizga kredit olib qo'ymasligiga, o'zingizlarning kredit tarixinglarni bloklab qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsani yagona darcha yoki Maygo orqali amalga oshirsanglar bo'ladi. Shunda har qanaqa firibgar sizlarning nomingizdan kreditni o'ziga rasmiylashtira olmaydi. O'rtoqlar, bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Ogoh bo'ling, chunki ogohlik davr talabi.